So'nggi yillarda sun'iy intellekt nafaqat texnologiya olamida, balki iqtisodiyot, tibbiyot, biznes, ta'lim kabi ko'plab sohalarda keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa, ta'lim jarayonida sun'iy intellektning o'rni tobora kuchayib, o'quv jarayonlarini butunlay yangi bosqichga olib chiqmoqda. Avvalo, sun'iy intellekt nima uchun ta'limda zarur? Chunki bugungi kunda axborot oqimi nihoyatda katta. O'quvchilar ham, o'qituvchilar ham qisqa vaqt ichida juda ko'p ma'lumotlarni o'rganishi, tahlil qilishi va amaliyotga qo'llashi kerak. Sun'iy intellekt esa bu jarayonni tezlashtiradi, yengillashtiradi va eng muhimi shaxsga moslashtirilgan o'quv imkoniyatini yaratadi. Sun'iy intellektning o'quv jarayoniga qo'shayotgan asosiy hissasi haqida gapiradigan bo'lsak, birinchidan, sun'iy intellekt o'quvchilarning bilim darajasini aniqlashga juda aniq natijalar beradi. U o'quvchini qilgan testlar, mashqlar, yozma ishlardagi xatolarni chuqur tahlil qiladi va aynan qaysi mavzuda qiyinchilik borligini ko'rsatib beradi. Bu esa individual ta'limning yangi shaklini yaratadi. Ikkinchidan, sun'iy intellekt yordamida avtomatik tarzda o'quv materiallari, testlar, savollar, dars ishlanmalari va hatto video darslar tayyorlash mumkin. Bu o'qituvchilarning katta vaqtini tejaydi. Uchinchidan, sun'iy intellekt yordamida o'quvchilar uchun moslashtirilgan o'quv yo'nalishlarini yaratadi. Har bir bola har xil tezlikda o'rganadi. Kimdir tez, kimdir sekin. Sun'iy intellekt esa aynan shu suratga qarab darslarni moslashtiradi. O'quvchiga beradigan afzalliklari. Sun'iy intellekt o'quvchilar uchun qiziqarli vizual materiallar yaratadi. Murakkab mavzularni sodda qilib tushuntiradi. Xatolar ustida ishlashga yordam beradi. Chunki cheksiz miqdorda mashq qilish imkonini beradi. Til o'rganishda suhbatdosh rolini bajaradi. Mustaqil o'qish ko'nikmasini rivojlantiradi. O'qituvchilarning ishini yengillashtiruvchi imkoniyatlar. Sun'iy intellekt o'qituvchining o'rnini bosmaydi. Aksincha, uning ishini yengillashtiradi. Masalan, dars ishlanmasini yaratishda yordam beradi. Murakkab mavzular bo'yicha eslatmalar tayyorlab beradi. O'quvchilar faoliyatini tahlil qiladi. Sinfdagi umumiy o'quv jarayoni haqida hisobotlar chiqaradi. Baholashda xolislikni oshiradi. O'qituvchi esa o'z vaqtini tashkiliy ishlar va takroriy jarayonlarga emas, balki haqiqiy pedagogik yondashuvga yo'naltiradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sun'iy intellekt zamon talabi. To'g'ri va oqilona qo'llanganda u o'qituvchiga kuch-quvvat beradi. O'quvchiga yangi imkoniyatlar yaratadi va ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'taradi. Shu sababli bizning vazifamiz sun'iy intellektni yordamchi sifatida qabul qilish, undan to'g'ri, mas'uliyatli va samarali foydalanishdir.